Assalomu alaykum qarindoshlar. Bugun 9-9, mana bugun maydonga kelib, Abdurimniki namoyishni qo'llash uchun keldim. Men Amsterdamda yashayman, To'sinjon. Mana Abdurim 3 oydan beri har shanba, yakshanba kuni bunda namoyish qilib, Sharq Turkistondagi Xitoyniki besib olgan, hozirgi zulm ahvoli haqida 3 oydan beri zirikmay namoyishlarni qilib keldi. Buningda tashviqot rasmlar orasida mana bu Xitoyniki umumiy xaritasi, buning ichida Sharq Turkiston bilan Tibet mana aniq chizilgan. Bo'lib Sharq Turkistonning bu rasmni kishilar ko'rgandikilar, men sayohat guruhi yoki har qanday millat va avval Xitoyning umumiy xaritasiga qaraydi, u yerda haqiqatan besilgan bir tuproq ekanligini, ayrim bir davlat xarakterini bu rasmda bildirdi. Bu yerda 3 oydan beri mana Abdurim mayadiki imzo qo'ygan rakka hozir kadar 500 ortiq qadam imzo qo'ydi. O'ziniki Sharq Turkistonni besilganligini, Xitoy tajovuzga qarshi norozilikni ifodalangan mazmundagi so'zlarni aytdi. Aniq yozilgan. Masalan, bu yerda Parischa, Yevropa til 21 davlatniki 21 xil til 50 necha xil tilda hozir imzolar qo'yilib qo'ydi. Asosan bu namoyishda Abdurim o'zi yolg'iz bo'lsa-mu, mana bu tashviqot resimlerden paydalanıp shundoqli qaraganlar bunda mazmun aniq chiqib turdi. Unda boshqa Ilhom To'xtiya shu Sharq Turkistonda vatanda turib Xitoyniki tajovuzchilik va qurib olgan yolg'on Abdurimiyaniki ijro qilishga saqligini echpaganlik uchun bu muddatsiz kesilgan bir qahramon kishi qilib yezilib yaxshi tashviqot bo'lgan. Yana bu atrofimizga qaraydigan bo'lsak, bu yerda falastinliklarniki Falastinliklarniki vatan davası ahvolini bu yerda falastinlik emas, boshqa millatlar, masalan, Golandiyliklar va boshqa millatlar Falastin davosini qilgan tashviqot rasmlarini chiqaribdi. Uni bu asos yaxshi bo'lgani Abdurim bilan o'rtoqlik ayada tuproq davosi, besilgan tuproq, tajovuzchi va mustamlikachi qolgan millat xalqniki tuprog'i rasmini buni aniq yaxsizibdi rasmda. Va Abdurimniki mana bu Sharq Turkistonda Xitoy tajovuz armiyasiga besib olgan mustamlikasidagi bir vatan ekanligi rasmda chiqdi. Hozir men qarab turdim, bu yerda har millat o'ziniki tilida bu rasmni ko'rib tushunyapti, o'zi tushunganligini his qildi, ham bu yerga imzo etyapti. Mana Abdurimniki oilasiga opsima dadisi lagerga ketib 2 yildan beri izdirgi yo'q hozirgacha. Elektrikdan xabar yo'q. Mana bu dadisi, onasi bir oilaliklarniki hammasini tutunib kirib ketgan. Hozirgacha qo'yib berilmagan. Mana bu vatanimiz Sharq Turkistondagi ma'lum bir kampidagi Uyg'ur qarindoshlarimizniki tutqun qilinib, Xitoy askariligi qorovul ostidagi lagerniki resmi. Rossiya kampa bu 2 dunyo urushida Germaniya Yahudlarni shunday shaklda kampga sulib yo'q qilgan, qirg'in qilgan. Sizam burungi namoyishlarda sizlar qanday hozir bu namoyish gerçi Abdurim yolg'iz o'zi bu namoyish qildi. Ilgari bu maydonda namoyishlar 50 yoki 100 necha odam bilan kollektiv shaklda olib berilgan. Bu namoyishning ortiqchiligi mana bu tashviqot rasmlari, tashviqot mazmunidagi chaplangan materiallarni yaxshi bo'lgan. Buni Abdurimni astoydil chiqirdi. Buni xili bir ajr sindirilgan. Buning unumi xili zo'r bo'ldi. Mana demak, yolg'iz kishilik Ossondagi odamlar ko'pmi namoyishni qilib bo'ldi, o'shda tushundirsak bo'ladi. Hozir Yevropada ve Amerika, Avustralya, hatta dünyanın her qaysi davlatlarida bo'layotgan namoyishda kishida nurg'un millatlar o'ziniki norozilik, zulm uchirgan namoyishni qiladi. Bizniki Uyg'urlarniki da'voyimiz hech qanday millatga o'xshamaydigan. Haqiqatan shu dunyoda, shu hozirgi zamonda mustamlik kuchib qolgan tajovuzchi Xitoy armiya soqchisiniki besim ostida yashayotgan bir millat ekanligi mana bu tashviqot
namoyishlar yaxshi namoyon qilingan. Boshqa Uyg'urlarga deydigan gaplar. Boshqa Uyg'urlarga deydigani mana Gollandiyada hozir Gollandiyaniki xalq ishlar idorasi har qaysi millatlarning sonini chiqarib qo'yibdi. Biz Uyg'urlarning hozir 1400 dak oila 3000 ga yaqin nüfus var ki çok küçük olup. Namoyish olsa hozir Rotterdam, Den Haag ve Amsterdam namoyish olsa şu 50-60 adam, Cikos 150 adam çıkıp atımız. Qağın 2700-2800 Uyghur teki ağzıgıça bu yakın 6 yıl içinde namoyish çıkmadı. Bular hamda vatangi berip kalsam ki tutkaldırım dehli uçuraydı diğerler nokta kaldığını kaplavagan. Onu bilmiyoruz. Bana siz çıkmışsınız mı hazır? Telefon alakanız yok, tutkaldırınız lagerda hazır. Siz lagerda işgalligini mi, sırtı mı, işini mi bilemeyivatımız hazır. Şuna bir emmeylen bir oynaylı. Ama yenimizi Palestinlik davası kalan adam mı 13 yıl oldu, zirkme çıkıp etipti, her şey yaşam güne. Abdurrahim hazır 3 ay oldu ya, bu hayatlı olsam Klimendeydi ama nahati tesirlendim. Başka kırımdaşlarımı aldığımızda 11. ayındaki 6'sı bulduğun Cennevelik namoyish qilma imkoniyatini bermizcha hozir hamma Uyg'urning mashinasi bor Gollandiyada. Amal va shu bir vaqt chiqarib baş namoyish qilib olsak, yana ma oldimizda mush oyning 13-sida Den Haag'da parlamentning oldida namoyish bor. O namoyish qilma bir imkoniyatini bercha bir tulluq berib bersak, bir Xitoy tajovuzchisi bo'lgan bir g'azab nafratimizni ifodalab olsak, osh bir tuproqning hozir Xitoy tajovuzchi armiyasi saqchisiniki qurolliq besimi ostida aşağıdaki baylıklarımızı Xitoy ichkariga to'shyapti. Gazlarni, baylıklarni, bütün ish o'rinlarini Xitoy tajovuzchilari va Xitoy xalqi tajovuzchi dushmanga ergishib, bizim vatanimizga yaxshi ish o'rinlarini egallab turyapti. Biz chetga surgun va vatanda ishsiz va lagerda hatto Uyg'ur bo'lib yashamoqmi mumkin emas bir shaklda yashayapmiz. Mushunga kallamizni o'ylab bir o'yg'inaylik qarindoshlar.